Bugun sizlar bilan Schengen vizasini noldan oxirigacha qanaqa qilib olishni birga o'rganamiz. Keling, sizga o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'taman. Meni ismim Muhammad Amin Islomov, Optima Exchange Optima Tour kompaniyalar asoschisi bo'laman. 5 yillik viza va sayohat bo'yicha tajribaga ega ekspert hisoblanaman. Hozirgacha ko'plab insonlarga viza olishda, sayohat qilishda yordam berib kelganman. Videoni kuzatib borsangiz, video davomida siz uchun maxsus tayyorlangan sovg'am bor. Buni sizga taqdim etaman. Xo'p, keling, men bugungi videoda sizlar bilan nima qilishimizni tanishtirib o'taman. Birinchi o'rinda qaysi mamlakatni Schengen vizasini olishni aniqlab olamiz. Misol uchun deylik, Germaniyami, Fransiyani Schengen vizasini buni birga ko'rib chiqamiz. Bundan keyin biz qanaqa qilib hujjatlar tayyorlash kerak, buni ham alohida ko'rib chiqamiz. Bundan keyingi bo'lim bu Schengen vizasini necha kun kutiladi o'zi, qanaqa qilib to'lov qilinadi, qanaqa qilib topshiriladi. Shu narsalarni birga sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Keling, birinchisidan boshlaymiz. Birinchisi bu qaysi davlatning Schengen vizasini o'zi biz olishimiz kerak. Deylik, mana Schengen vizasida 27 ta, hozir 29 ta bo'ldi, davlat kiradi. Misol uchun deylik, siz bitta Schengen vizasini olsangiz, bemalol shu davlatlarga sayohat qilib kelsangiz bo'ladi. Lekin bitta qoida bor. Siz qaysi davlatda ko'p muddat qolsangiz, shu davlatda Schengen vizasi topshirishingiz kerak. Deylik, siz Germaniya vizasi topshiryapsiz, Germaniyada 3 kun bo'lasiz xolos. Lekin Fransiyada 7 kun bo'lasiz. Shunda siz Germaniya Schengen vizasiga topshira olmaysiz. Nima uchun? Chunki sizning asosiy safaringiz Fransiya davlatida bo'lib o'tadi. Shuning uchun qaysi davlatda siz ko'proq vaqt o'tkazsangiz safar davomida, shu davlat vizasiga topshirishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qism bu hujjatlarni tayyorlash. Eng asosiy qism, biz bunda hujjatlarni to'g'ri tayyorlab elchixonaga topshirishimiz kerak. Xo'p, o'zi asosiy qanaqa hujjatlarni biz topshirishimiz kerak? Eng birinchisi, siz rasmiy daromadingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Bundan tashqari bank spravka. Ko'pchilik bank spravkaga katta pul qo'yadi, deylik 20 ming, 30 ming dollardan oshiqroq pul qo'yadi-da, lekin daromad joyini ko'rsatib bermaydi. Bu eng katta xatolardan bittasi. Nima uchun? Chunki konsul bank spravkani ko'radi-da, bu pulni bu qaysi joydan, qanaqa qilib ishlab topganligingizni tushunmaydi. Shuni orqasidan atkaz beradi. Eng asosiy dokumentlardan shuning uchun rasmiy oylik, rasmiy dohod ko'rsatilishi kerak. Bundan keyingi o'sha aytganimdek bank shot, bank spravka. Bundan keyingi hujjat bu safaringizni rejalashtirganingiz haqida ma'lumotnoma. Deylik, siz Germaniyaga bormoqchisiz. Siz Germaniyaga misol uchun 10-apreldan 20-aprelgacha qanaqa ishlar qilasiz, nimalar qilasiz, qaysi joyga aylanganini borasiz, qachon ketasiz, hammasini yozishingiz kerak. Bu eng muhim narsalardan biri. Bundan tashqari yana viza karta istoriya. Oddiy sum karta istoriya juda muhim rol o'ynaydi. Chunki siz kundalik hayotda pulingiz borligini, rasxod qilib turganligingizni konsulga isbotlab berishingiz kerak. Biz O'zbekiston sharoitida ko'pchilik naqd bilan foydalanadi va plastik kartalardan deyarli umuman foydalanmaydi. Bu eng katta xatolardan, minuslardan bittasi. Shuning uchun ko'p vizaga topshiruvchilar atkaz javobini olishadi. Buni oldini olish uchun kundalik xarajatlaringizni kartalarga naqd puldan kartalar orqali to'lov qilishga o'ting. Shunda sizda tayyor hujjat bo'ladi. Yana bitta narsa, viza karta haqida gapirib o'tmoqchiman. Viza karta O'zbekiston sharoitida juda kam ishlatilganligi uchun bu dokumentni olish ham O'zbekiston fuqarolari uchun ozgina qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun viza karta iloji boricha chet ellardan покупка qilasizmi yoki O'zbekiston ichida viza karta orqali покупка qilasizmi? Buni ham istoriyasini, ya'ni tarixini ko'paytirishingiz kerak agar viza topshirmoqchi bo'lsangiz. Bu eng muhim dokumentlardan biri. Hozir sizga 4 ta, 5 ta eng asosiy hujjatlarni sanab o'tdim. Bundan tashqari hujjatlar oddiy viza olish mumkin bo'lgan davlatlar talab qiladigan hujjatlar qatoriga kiradi, ya'ni rasm, anketa, sug'urta va hokazo. Siz men aytgan asosiy hujjatlarni to'plab kirsangiz, sizni viza olish imkoniyatingiz 80-90% dan baland bo'ladi. Yana bitta narsa bor, bu aytib o'tishim kerak, viza istoriya. Viza va istoriya yoki viza tarixi deb aytishimiz mumkin. Bu nima degani? Bu siz qaysi davlatlarga borganligingiz haqida hujjat desak bo'ladi. Deylik, konsul sizdan pasportingizni so'radi, pasportingizni ko'rdi-da, sizni pasportingiz orqasida hech qanaqa pechat yo'q yoki viza yo'q.
Siz ishonchsiz sayohatchi qatoriga kirasiz, chunki sizni haqingizda u konsulda ma'lumot bo'lmaydi. Shito siz borib qaytib kelasizmi yoki qolib ketasizmi? Shuning uchun viza tarixini yig'ish ham hujjatlarni orasiga qo'shiladigan eng katta viza olish uchun faktorlardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, bundan keyin hujjatlarni topshirdik. O'zi necha kunda chiqadi? Deylik, mana Germaniya vizasi hozir ayni vaqtda 1 oy 20 kun atrofida chiqyapti. Bu Schengen vizasi deylik 29 davlatga berilganligi uchun har bir davlatda viza chiqarib berish vaqtlari har xil, bir-biridan farq qiladi. Siz o'zingizga to'g'ri kelgan davlatga topshirganingizdan keyin ular elchixonasining saytida bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Endi to'lovlarga keladigan bo'lsak, o'zi odatda Schengen viza olish uchun 80 yevro to'lanadi. Bundan tashqari viza sentrlar bor. Siz dokumentingizni olib qolib elchixonaga yuboradi. Elchixona dokumentlarni tasdiqlagandan keyin sizga qayta pasportingizni olib kelib beradi. Shu xizmati uchun 30 yevro, 40 yevro shu atrofida servis haqqi olinadi. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizda Schengen vizasini olish istagi juda baland. Men sizga esingizda bo'lsa, videoni boshida sovg'a beraman deb aytgan edim. Shu sovg'a chegirma deb ayta qolaylik. Men sizga o'z servisimizga 50% chegirma taqdim etaman. Agar o'zingizga yoki yaqin tanishlaringizga shu servisimiz kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilsangiz bo'ladi yoki qoldirilgan link orqali anketani to'ldirib bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu servisimiz ichiga sizga o'sha boshdan buyon aytib o'tgan hamma narsalarni tayyorlash, qisqa qilib aytganda, noldan boshlab Schengen vizasini olguningizgacha sizning yoningizda bo'lamiz.